Hammaga salom. Bugun kameraga qarab gapirish challenge'imiz 9-kuni va bugun noodatiy joyda olinyapti. Bugungi video, ya'ni mashinaning ichida shunaqa bo'lib qoldi vaziyat. Xo'p, bugun men Balida paytim o'rtog'im menga savol bergandi. "Hey Tommy, what's your dream?" deb. Ya'ni Tommy, seni hayotdagi maqsading, orzuying nima deb savol bergandi va men unga hech qanday o'ylamasdan mani hayotdagi orzuyim, maqsadim 35 yoshgacha ishlash deganman va u men javobimni eshitib kulib yuborgandi. To'g'ri. Va bu javobni sizga berganimda ham siz ham kulib yuborgan bo'lardingiz. Lekin men rostdan ham 35 yoshimgacha ishlashni maqsad qilganman. Chunki qolgan qancha yashayman bilmayman, qolgan umrimni ota-onam bilan birga, oilam bilan birga sayohatlar qilib, ya'ni o'zim hobbilarimni qilib o'tkazish xohlayman. Shu sababdan o'zimga maqsad qilganman va bu maqsad sizlar bilan birga amalga oshiraman. Ya'ni 35 yoshgacha maksimal harakat qilib ishlab